Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Paxtaobod tumani bo'limi hamda bojxona boshqarmasi hamkorligida Andijon shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir natijasida 1996-yilda tug'ilgan Andijon shahrida yashovchi ayol xolis xaridorga 1 dona Tropikamid va 2 dona Regapen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini 460 ming so'mga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ayol ushbu dori vositalarini 1997-yilda tug'ilgan erkak tanishidan olganligini va hozirgi kunda erkak ushbu dori vositalarini qo'shnisi 2003-yilda tug'ilgan boshqa bir ayolning xonadonida saqlab kelayotganligini ma'lum qilgan. Shunga asosan tezkor tadbir davom ettirilib, 2003-yilda tug'ilgan ayolning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda haqiqatan ham bu joyda 1997-yilda tug'ilgan erkak fuqaroga tegishli bo'lgan 362 dona Tropikamid, 1035 dona Regapen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 251-1-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurashishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.